Dasturimizda xayriya sahifasi 60 yoshli bemorga ayni kunlarda saxovatpesh insonlarning yordami zarur. Oila boquvchisining optikasida aniqlangan o'simta sabab jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi kerak. Farzandlari operatsiya uchun kerakli mablag'ni topish harakatida, biroq pul yig'ilishi oson bo'lmayapti. Ehsoningizdan umid qilayotgan oilaga imkoningiz bo'lsa yordam qo'lini uzating. Vohid yolg'iz o'zi kunlik ishlardan pul topib, dadasini davolatadi. Undan tashqari yana qo'shimcha daromad topish harakatida yuradi. Bosh miyada joylashgan o'simta sabab dadasi deyarli xotirasini yo'qotgan. Shuning uchun shifokorlar tezroq jarrohlik amaliyoti qilinishi kerakligini aytishgan. O'pkasida hozir o'simta rivojlanib kelibdi ekan. Buni srochni Turkiyaga, Hindiston davlatiga olib bormasak bo'lmaydi ekan. Operatsiyasiga 40 ming, 42 ming dollar pul kerak ekan. Vohidjonning onasi ham aslida davolanishga muhtoj. Onaizor qandli diabet kasalligi bilan og'rigan. Undan tashqari bir marotaba yurak xurujini o'tkazgan. Oila boquvchisi bir vaqtning o'zida ota-onasini davolatishga imkon topolmaydi. Dadasining jarrohlik amaliyotiga mablag' yig'ish esa uning bir o'ziga og'irlik qiladi. Qo'llaringizdan kelgancha iltimos yordam beringlar. O'zbekiston xalqi ham iltimos sizlarning yordamlaringizga muhtojmiz. Motorg'ul Nazirova, Aslirbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun.